Assalomu alaykum, hurmatli tizim foydalanuvchilari. Bugun sizlar bilan Edot tizimining bildirgi va ariza yaratishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, buning uchun ochilgan akkauntlarimizga kirib olamiz va ochiladi. Bizniki bosh sahifada turgan bo'ladi va yangi hujjat bosiladi. Ichki hujjatlar bosiladi va hujjat turi belgilaymiz. Masalan, aytaylik bildirgi. Xo'p, ustoz uchun boshqa tashkilot xodimiga yuborish. Masalan, yuqori turuvchi tashkilotingizga fishkasini yozish uchun rahbarga chiqarish degani bu. Men buni ha deb bossangiz, tashkilot tanlanish kerak. Va tashkilot nomini yozib, uni qidirib, uni belgilaysiz va ustoz uchun yuborib, rahbarini tanlaysiz, foydalanuvchisini. Hujjat raqamini yozasiz, jurnalni yozasiz. Menimcha bu ham xuddi shunaqa. Biz hozir o'zimizni tashkilotda ko'rib chiqamiz. Ustoz uchun yuborish. Rahbar tanlandi. Hujjat raqamiga yozamiz. Ro'yxatga olish. Qisqacha mazmun yoziladi. Xo'p. Fayl biriktirish qilib bildirgimizni tanlab olamiz. Bildirgi tanlanadi. Ko'zchani bosib hujjatimizni ochib olamiz. Bizlarda pustoy list, unga xohlagancha o'zgartirish kiritishimiz mumkin. O'zgartirishimizni yozamiz. Namunalarni hammasini va saqlash tugmachasini bosamiz. Va chiqqanidan keyin o'zgarish saqlanish holini ko'rib o'tamiz. Va ilovasi bo'lsa, ilovalarni biriktiramiz. Saqlash bosiladi yoki QR kodsiz ham yaratish mumkin. QR kodsiz yaratish bu yerda ham xuddi shunday bo'ladi. Chiquvchi hujjatga o'xshab va ichki hujjatlarga o'xshab. Saqlash bosiladi. Saqlandi. Bu bildirgimizni yuborish qilib imzoga xohlasak kelishga. Imzoga jo'natamiz. Va buni rahbar xodimga jo'natamiz yoki o'zimizda kalt bo'lsa, o'zimizga imzolashga jo'natamiz. Bildirgi kim tomonidan yozilmoqda bo'lsa, o'shanga imzolashga jo'natiladi. Bu holatda rahbarga jo'natilmoqda. Rahbarga ketdi. Va bizlar tayyorlab qo'ygan ikkinchi rahbar profiliga o'tamiz. Akkauntlarni almashtirib olamiz. Akkauntimiz almashdi va imzolash uchunga kelib tushdi. Mana ko'rib turganingizdek, xodim bizga imzolashga chiqargan va biz bu hujjatni imzolamoqchimiz. QR kod qo'yiladi, chunki QR kodli yaratish qildik, QR kodsiz qilmadik bu hujjatda. Bosiladi, imzolash bosiladi. Va tasdiqlash qilingandan so'ng hujjatimiz sektor fishka bo'limiga borib tushadi. Bu bo'lim keyingi darslarimizda ko'rib chiqamiz. Bu yerda ijrochining ishi tugadi. Ariza turkumimiz ham xuddi shunday aylanadi. Farqi yo'q. Ikkalasi bir xil protsessda aylanadi.